qimmat ot. Assalomu alaykum, mening jajji ertaksevar do'stlarim. Qiziqarli va kulgiga boy voqealarni tinglash fursati yetdi. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, hozir men sizlarga qimmatbaho ot deb nomlangan chex xalq ertagini aytib beraman. Qadim o'tgan zamonda bir chex qishlog'ida katta yer egasi yashagan ekan. U juda ham boy bo'lsa-da, o'ta ketgan ziqna va xasis ekan. Kunlarning birida u xizmatkori bilan bozordan o'tib ketayotib, ot sotayotgan dehqonni uchratib qolibdi. Ot boyga juda ma'qul kelganidan dehqonning yoniga borib, uning narxini so'rabdi. "Hoy dehqon, oting uchun necha pul so'raysan?" "Ot uchun hech nima olmayman. Faqat uni taqalayotganda taqasiga qoqilgan 32 ta mix uchun pul to'lasangiz bo'ldi." "Xo'p, mixlar uchun qancha istaysan?" "Birinchi mix uchun 1 tiyin, ikkinchi mix uchun 2, uchinchi mix uchun 4, to'rtinchi mix uchun 8 va har bir keyingi mix uchun 2 barobar ko'proq bersangiz yetadi." Yer egasi bunday shartga hayron qolib, ammo otni arzonga olaman deb o'ylab, ikkilanib o'tirmasdan dehqonning shartiga rozi bo'libdi. O'zi hisob kitobga no'noq bo'lganidan yonidagi xizmatkoriga dehqonga qancha to'lash kerakligini sanashni buyuribdi. "Oy xizmatkor, qani shu otni mixlarini bir sanab yuborchi, qancha bo'lar ekan?" Xizmatkor hisoblayverib, hattoki kirlab ham ketdi. Va nihoyat sanoqning yarmiga yetganida 1000 tanga to'planib qolibdi. U yog'iga esa yana hammasini 2 barobar ko'paytirish kerak ekan. U miqdorning ortayotganini bilib, xo'jayiniga qo'l silkitib, "Ketaylik" deb ishora qilaveribdi. Axir bu otni sotib olishga boyning yer mulki ham yetmas ekanda. Xizmatkor baribir oxirigacha hisoblay olmabdi. Xo'sh, sizchi? Siz hisoblay olasizmi? Siz hisobni qilguncha, men ertakka yakun yasayman. Agar boy sanoqqa usta bo'lganida dehqonning shartiga ko'nmagan bo'lar edi. Axir ot uchun katta haq to'lash unga yoqmasligi aniq edi. Shuning uchun hisob kitobga usta bo'lish kerak deyishadi. Ha, aziz bolajon, buni unutmang. Ana shunda hamma ishingiz puxta va rejali bo'ladi. Men esa sizlar bilan yanagi diydor qadar xayrlashaman. Omon bo'linglar.